Hozir o'g'lim bilan shokoladlarni obzor qilyapmiz, ya'ni u o'ziga yoqqan vkusni oxirida aytadi. Xo'p, yeb ko'ramiz. Yaxshi ekanmi? Aha, qaysi rangdagisini yeding? Yashil. Yashil. Endi qaysi rangisini yeb ko'rasan? Bu qaysi rang edi? Sariq. Ochib ber. Mana ko'k. Ozgina ochiq qiyin bo'lgani uchun Mana yashil deb yozib qo'yapti. Yeb ko'r. Ha. O'sha. Ichida nima bor? Yeb ko'rsang Mana bilasan. bor. Yeb ko'rsang bilasan, qani? Qisir. Xlopiyasi bor buni ichida. Yoqdimi senga bu? Qisir masalani yaxshi ko'radi. Hop. Endi qaysini yeb ko'rasan? Ko'kmi, pushtimi? Pushti. Qo'lingdagini qo'yib turib, pushtisini ochib beraman. Cheptak. Nakasi bor. Yeb ko'r. Aha, qani pushtisi qanaqa ekan? Yaxshilab ye. Ta'mini beryapti. Pushti. Yo'q, pushti ichida qanaqasi bor ekan? Nimadir mevasi bor, buni yeb ko'rchi. Yaxshilab his qil. Yana tishla. Qo'ldoqmay. Ana. Ko'kini ham yeb ko'rasanmi? Endi oxirgisi ko'kini yeb ko'ramiz. Hozir yana do'stchilardi. Nimasi bor ekan ichida? Hech narsasi yo'q. Shunchaki shokolad o'zi. Senga qaysi ko'proq yoqdi, Muhammad Amin? Ko'k, pushti, sariq, yashil, oq. Qaysi ko'p yoqdi? Oq, yashil. Ikkalasi yoqdimi? Menga sariq bilan pushti yoqadi. Mana bunaqasi yoqadi.